Agar barcha qabul qiladigan bo'lsa, men rozi. Miss Fergana konkursiga kelganmiz. Bitta hozir casting ketyapti. Miss Fergana konkursi kuratori Shabonaxon bilan suhbat qilamiz. Shabonaxon, assalomu alaykum. Modellik sohasida qachondan beri ishlayapsiz? Modellik sohasida 3 yildan beri faoliyat yuritdaman. Hech afsuslanganmisiz bu sohani tanlaganingizga? Umuman, nabarot, faxrlanganman. Nimasi faxr olib kelyapti? Faxrlanishi shu o'zim qiziqqan hobbiyim bo'yicha ham daromadga chiqishim, ham o'quvchilar orttirishim, ko'pgina tanishlar, har xil tomonlama. 3 yil ichida o'sha daromadga chiqdingiz. Chiqdim. Daromadni nimadan olasizlar? Bitta pakazga chiqib berganlaringni olasizlarmi? Har xil yo'nalishlar bor modellikni, pakazlarga chiqadigan ham bor, reklamalar, brend face, har xil yo'nalishda meniki tarmoqli. Qanaqa предложениялар qilishdi shu kungacha? Ko'p bo'lgan. Masalan, yaqinda Vyetnamga borib keldik, shu modellik sohasi bo'yicha prosta syomkaga. Xo'p, qanaqa qiyinchiliklarga duch kelgansiz? Boshida birinchi o'rinda Instagram tarmoqlari bo'yicha, prosmotr bo'yicha shu tomonlama qiyinchiliklar bo'lgan, atak qolgan hammasini yengib ketganmiz. 18 yoshingizda уже bitta pakazda kurator, mashaqqatlari qanaqa bo'lardi? Mashaqqati endi hammaga oson tuyuladi-yu, boshimizdan nima o'tganini o'zimiz bilamiz. 18 yoshda ekansiz, turmushga chiqmagansiz. Turmushga chiqmoqchi bo'ladigan yigit qanday bo'lishi kerak? Qanaqa kriteriyalarga qarasin? Mana hozir biz intervyumizni ko'rgandan keyin Shabonaxon yoqtirib qolsa, nimalarga e'tibor berish kerak? E'tibor berishi boricha qabul qilish kerak. Eng asosiy ishonchda, sevgan inson ishonch bilan nima qiladi? Shu bo'yicha bizning modellik sohamizda ko'pchilik qarshilik qiladi, ko'pchilik noto'g'ri o'ylaydi. Agar barcha qabul qiladigan bo'lsa, men rozi. Misol uchun videolaringiz yoki postlaringiz tagiga negativ muomala bildiradiganlarga munosabat слишком ko'p. Nima? Gapirib qo'yishaveradi-yu. Nabarot. Ularga e'tibor bermaysiz. E'tibor bermayman. Asabda o'zishni keragi yo'q. Oyiga o'zingizga qancha rasxod qilasiz? Rasxodim oyiga emas, endi agar bitta ko'p qo'yarsam bir $500, $400 chiqsa kerak. E'tiborga olib qo'yamiz. Bitta ko'p qo'yganlarda $500 chiqib qolsa kerak. Xo'p. Endi originalda. 10 ballik sistemada o'zingiz necha ballga baholagan bo'lardingiz? 10 dan 10. Oynaga o'ylanmasdan qancha qarab tura olasiz? O'ylanmasdan buni iloji yo'q. Baxt nimada? Baxt shu oila, sog'liq, tinchlik. Shabonaxon bizga vaqtingizni ajratib, savollarimizga javob berganingiz uchun katta rahmat. Boshlagan ishlaringizga omad. Rahmat.